Fatima roziyallohu anha balog'atga yetdi. Xaridorlar kimga berar ekan degan o'yda bo'ldi. Abu Bakr Siddiq Fatima onamizga sovchi qo'yganida Rasululloh chiroyli suratda uzrini aytdi. Orqasidan Umar ibn Xattob sovchi qo'ydi. Rasululloh u kishiga ham shunday javobni berdi. Endi hammaga qiziq bo'lib qoldi. Agar Umarga bermasa, agar Abu Bakrga bermasa, Fatimani kimga berar ekan? Bu narsaga qiziqqanlarning gumoni Aliga bersa kerak degan bo'ldi. So'ngra Alini qistashdi. Necha kirdi? Badr g'azotidan keyin uylandi deyiladi. Avvalam deyiladi, nima bo'lganda 24-25 ga kirgan yigit. Ali roziyallohu anhuga kelib, "Sen so'ramaysanmi Fatima Zahroni?" dedi. Ali roziyallohu anhu Abu Bakr Umardan keyin qanaqa bo'lar ekan dedi. Ularga bermagan menga berarmikin? Boyaga maslahat berayotganlar, nimaga senga bermas ekan? Axir Rasulullohga eng yaqin sahoba sensan. Rasulullohning uyida katta bo'lding. Rasululloh seni otangning uyida katta bo'lgan. Islomga birinchi bo'lib kirgan yigit sensan, yosh bola sensan. Onang Rasulullohga qaragan, Rasulullohning ayoli seni katta qilgan. Sen Rasulullohning tarbiyasida o'sding, eng birinchi musulmon bo'lganlardansan. Ali roziyallohu anhu qarang, otasi yo'q, onasi yo'q. Fatima Zahroni so'ragani Rasulullohning uyiga bordi. Maslahatchilarning so'zidan shijoatlanib, Fatima Zahroni so'ragani Rasulullohning uyiga bordi-da, salom berib, Rasulullohning oldida o'tirdi. Endi shu mavqifni bir tasavvur qiling. Rasululloh o'tiribdi, 24-25 ga kirgan yigit o'tiribdi, Ali salom berib indamay o'tiribdi. O'zi sovchi bo'lib kelgan. Kim uyiga? Rasululloh. Kimni so'rab keldi? Fatima Zahro. Subhanalloh. Rasululloh sezdi Alini bir hojat bilan kelganini ayta olmayotganligini. Oradagi hijolatchilikni ko'tarishlik uchun Rasululloh Ibn Abi Tolibning hojati nadir dedi. Shunda Ali roziyallohu anhu Rasulullohning qizlari Fatimani eslagan edim dedi-da, yerga qarab jim turib qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni eshitishi bilan lutf ko'rsatib, "Xush kelibsan, safo kelibsan." Bo'ldi. Yana oraga jimlik tushdi. Ali roziyallohu anhu nima bo'lganligini tushunmasdan sekin turib chiqib ketdi. Tashqarida turibdi maslahatchilar. Nima bo'ldi, nima bo'ldi? Bilmayman nima bo'ldi. Rasulullohga murodimni aytdim, "Xush kelibsan, safo kelibsan" dedilar. Bo'ldi. Senga bitta so'z ham yetar edi, senga ikkita aytibdi. Muborak bo'lsin deb turib, hamma xursand bo'ldi.